Bu video sizni qo'rqitishi yoki vahimani tug'dirishi mumkin. Iltimos, qiyin vaziyatlarga qarshi sezgir bo'lganlar va qo'rqinchli sahnarlarga chidamsiz odamlar uchun bu videoni tavsiya etilmaydi. Agar hissiy holatingiz salbiy ta'sirga uchrasa, videoni to'xtatib dam olishni unutmang. Hikoyachi Timur. Har kun ertalab turib badan tarbiya qilaman. Tong otishi bilan turib olaman. Keyin yuz-qo'limni yuvaman. Tishimni tozalayman. Hammasi har doimgidek. So'ng o'zimga nonushta tayyorlayman. Men loviyani yaxshi ko'raman. Rostdan ham yaxshi ko'raman. Aniqrog'i yaxshi ko'rib qoldim. Dadam va oyim sabzavotlar foydali deyishardi. Endi men ham shunday deb hisoblayman. Afsuski, ular konservalangan. Tushga yaqin kitob o'qishni boshlayman. Ko'p o'qiyman. Oyim doim yaxshi o'qituvchini kunduzi chiroq yoqib ham topolmaysan derdi. Ayniqsa hozir 2 soat shug'ullanib sayr qilish mumkin. Bizning ayvon katta. Ba'zida tomga chiqaman. U yerda yaxshi. Kunduzlari tushda hech qachon uxlamayman. Qishda bo'lsa umuman chiqmayman. Va hech qachon ko'chaga chiqmayman. Qachondir hammasi tugaydi va chiqishimga to'g'ri keladi. Avval ovqat tugaydi. Bu konservalar menga hali yana 1 yilga yetishi mumkin. Dadam shunday degan. Bir bankani bir kunga yetkazaman. Suv bilan esa muammo yo'q. Uni qanday yig'ishni o'rganib oldim. Bizda yomg'ir ko'p yog'adi. Tomda sayr qilasan, konserva yeysan, ota-onang qayerga qarayapti deb so'rashingiz mumkin. Ular menga hamisha qarashadi, pastda, ko'chada. Lekin men hech qachon pastga tushmayman. Buni oyim tayinlagan. Qanchalik xohlasang ham ko'chaga chiqma.